Bugungi mavzuyimiz limfologiya, ya'ni limfa tomirlari, limfa tugullari va limfa suyuqlari. Xullas, organizmdagi limfa sistemasi haqida boradi. Shu limfologiya haqida sizlarga tushuncha berishdan oldin organizmdagi tomirlar sistemasini bir eslatib o'tmoqchiman. Eslaringda bo'lsa, bundan oldingi darslarimizda qon tomirlarini o'tdik. Endi limfa tomirlarini o'tamiz. Bugungi mavzuyimiz. Shuning uchun bularni bir-biriga taqqoslagan holatda keltirmoqchiman. Mana qon tomirlari bu yopiq sistema. Yurakni chap qorinchasidan boshlanib, arteriya bo'lib ketib, kapillyarlarga aylanib, so'ng yana yig'ilib vena bo'lib, yurakni o'ng bo'lmachasiga keladi. Yurakni o'ng bo'lmachasidan o'ng qorinchaga o'tadi, o'ng qorinchadan o'pkaga borib, o'pkadan yana yurakni chap bo'lmachasiga qaytib keladi. Mana shunday bo'lib qon aylanish yuzaga keladi. Qon aylanish doirasi, katta kichik qon aylanish doirasi yuzaga keladi. Bu yopiq sistema. Ham arteriya qismi bor, ham vena qismi bor. Endi limfa tomirlariga keladigan bo'lsak, limfa tomirlari bu ochiq sistema. Limfa tomirlarining boshlanishi bor va uni nihoyasi, oxiri bor. Uni hozir rasmlarda sizlarga tushuntiramiz. Demak, limfa tomirlari to'qimalar aro bo'shliqlardan, to'qimalar aro hujayralar aro shu yorug'liklardan boshlanadi. Keyin aylanib borib o'sha ko'krak tomirlarini aytganimizda bir eslatib o'tdik. Vena burchagi deb, o'sha vena burchakka limfani olib borib quyadi. Endi farqini oladigan bo'lsak, limfa tomirlari demak ochiq sistema, yurakdan emas, to'qimalar aro yorug'liklardan, to'qimalar aro bo'shliqlardan, hujayralar aro shu bo'shliqlardan, o'sha kichkina zarracha yoriqchalardan boshlanib, keyin limfa tugullariga qarab ketadigan tomirlar bo'ladi. Navbatdagi nimasi qon tomirlarida endi qon oqsa, limfa tomirlarida limfa oqadi. Vazifasi qon tomirlarida kislorod bilan ta'minlash, oziq-ovqatlar bilan, ozuqa moddalari bilan ta'minlash organlarini bo'lsa, limfa tugullari, limfa tomirlari bu tozalovchi, sanitar vazifasini bajaradi. Chunki shu to'qimalar aro shel, o'sha yorug'liklarda limfa suyuqliklari orqali o'sha yerdagi barcha modda almashuvi jarayonida, proseslar jarayonlarida hujayralar halok bo'lganda, u yerlarga mikroblar tushgan bo'lsa, yo qonlardan kelgan mikroblar, kattaroq bir частицаlar bo'lsa, u limfa tomiriga so'rilib, drenaj funksiya deyiladi, limfa tomiriga so'rilib ketadi. Undan maydalari, qolgan kichkina nimalari qonga so'rilib ketadi. Demak, drenaj vazifasini bajaradi. Ikkinchisi bu immunitet. Chunki ichida limfa suyuqligi oqadi. Limfa bu himoya vositasini bajaradigan qonni shaklli elementlari edi. Bundan tashqari limfa organizmni himoya qilib boradi. Uni keyin hozir rasmlarda ko'rsatganimda bu vazifasiga qaytamiz. Endi bundan tashqari limfa sistemasida juda katta klinik ahamiyatga ega bo'lgan momentlari bor. Birinchidan
Bilasizlar, dunyoda absolyut bir foydali narsani o'zi yo'q yoki absolyut bir zararli narsani o'zi yo'q. Mana shu limfa sistemamizda ham uni xavfli, zararli taraflari bor, ham juda katta organizmimiz uchun foydali taraflari bor. Zararli taraflarini aytadigan bo'lsak, bu o'sha limfa tomirlari orqali ayrim kasalliklar aynan limfa tomirlari orqali tarqab ketadi. Masalan, o'sma kasalliklari, boshqa infeksiyalar limfa tomirlari orqali bitta joydan ikkinchi joyga tarqab ketish xavfi bor. Lekin limfa tomirlarini yaxshi klinikada bizga juda bir yaxshi foyda beradigan ahamiyatli tomonlari ham bor. Bu limfa tomirlari orqali dori yuborilsa, masalan, shu har safar berilayotgan dorini dozasini 100dan 1ni berilsa ham buni ta'sir kuchi xuddi to'la o'sha dorini hammasini bergandek ta'sir ko'rsata oladi. Demak, bizga shu limfa sistemasi orqali dori yuborish o'ta muhim. Bu birinchi tarafdan ozgina dori ketadi, organizm zaharlanmaydi ortiqcha dorilar bilan. Ikkinchidan, narxi juda ham arzonga tushadi. Masalan, hozir o'rtacha 500 mingga davolanish bir nimalari bo'lsa, ba'zi bir kasalliklarda limfologiya orqali, limfa tomirlar orqali limfoterapiya usulida bu bir 50 ming, 60 ming oshib ketsa 100 mingga tushishi mumkin. Chunki ozgina dori ketadi, kuchi juda ham ta'sirli bo'ladi. Shuning uchun shu sohani yaxshi o'rganib, ayrimlaringiz limfolog bo'lishlaringizni men istar edim. Agar kimda kim kelajakda limfolog bo'lib, shu sohani rivojlantirib, mana shu yerda ishlayman degan bo'lsa, iqtidorli talabalar safiga kirib, shu limfa sistemasini, limfa tomirlarini vazifalarini juda chuqur o'rganib, men albatta yordam beraman. Shu klubimizga a'zo bo'lib, kelajakda limfoterapiya orqali bemorlarni davolab, ularning duolariga sazovor bo'lishlaringni xohlab qolaman. Endi rasmlarga o'tib, hozirgi o'sha limfa sistemasini bir sizlarga tushuntirib beraman. Shunday qilib, mana bu rasmda sizlar limfa sistemasini boshlanishini ko'rib turibsizlar. Mana bu o'sha rangidan bilinib turibdi, arteriyalar, arteriola deyiladi. Mana bu tarafda vena qismi, bu venula deyiladi. Tak, mana bu o'rtada endi mana bu to'qimalar aro yorug'likdan, to'qimalarni bilasizlar, qavat bo'lib joylashgan. O'sha har bir qavatlarini orasida mana bundaqa limfa kapillyari joylashgan bo'ladi mana. Limfa kapillyari bu. Limfa kapilyarini tuzilishi alohida bir ahamiyatga ega. Chunki har kapillyar oddiy qon tomirlarining kapilyariga o'xshab, bu ham endotelial hujayralardan turadi. Mana endotelial hujayra, bir qator endotelial hujayra va mana bu yerda qon tomirlarining kapilyaridan tashqari mana bu yerda mikroklapin degan klapini bor buni. Mana shunga atrofidagi to'qimalardan so'riladi. Mana shu kapilyarga atrofidagi to'qimalardan o'sha har xil zaharli moddalar, modda almashuv paytida organizmga kerak emas bo'lgan hosilalar, dori darmonlar, mikroblar, kasalliklarni bir tarqatuvchi har xil bir kasalliklarni natijasida paydo bo'lgan patologik har xil suyuqliklar mana shu kapilyarga so'riladi va bu kapillyar orqali mana bu kichkinagina mikro limfa tomirini paydo qiladi. Mana bu bitta tomir, mana ikkinchi tomir, mana uchinchi tomir. Bular qo'shilishib kelib
kattaroq tomirlarni paydo qiladida, mana o'rtada kelib, bunday bir klapani bor endi. Vena qismida ham, qon tomirining vena qismida ham mana shunaqa klapan bor edi. Ko'rdingizmi? Mana limfa sistemasini ham tomirini ichida shunaqa klapanlar bo'lib borib, mana bu limfa tuguniga qo'shiladi endi. Limfani mana shu to'qimalarning orasidan so'rilgan suyuqlikni mana shu limfa tomiri limfa tuguniga olib keladi. Endi limfa kapillyarlar o'zlari ham kislorod bilan ta'minlanish kerak, oziqlanish kerak. O'shaning uchun mana bu yerdan bularga qon tomirlaridan, arteriyadan kapillyarlar, venadan venula nimalari bo'lib ketadi. Mana shu yerda qon aylanish paydo bo'ladi. Ba'zi bir moddalar qonga so'rilib ketsa, ba'zi bir moddalar kerakli bir nimalar limfaga so'rilib, limfa tuguniga keladi. Limfa tugunining vazifasi jigarni eslanglar, jigarga ovqat hazm sistemasidan qon so'rilib birinchi darvoza venasi orqali jigarga borgan edi va jigarda qon tekshirilib laboratoriyadan o'tganday bo'lib o'tib, zaharli, zararli moddalardan xoli bo'lib, qon tozalanib, jigar venasi bo'lib, pastki kavak venaga qo'shilib olgan edi. Xuddi o'shanga o'xshab mana bir nechta limfa kapillyarlari, mana bu yerda 4 ta limfa kapillyar ko'rsatilgan. Bu limfa kapillyarlar kelib, olib keluvchi limfa tomirlardan limfa tuguniga qo'shildi. Limfa tugunida haligi jigarda bo'ladigan jarayon ketadi endi. Limfa tugunida mana bu miya qismida, mana bu chekka po'stlog'i, o'sha tugunini po'stlog'ini yonida mana trabekula, o'shanaqa maxsus hujayralari bor va miya qismida yana buni filtrlovchi miya qismini hujayralari bor. Bular endi shu kelgan suyuqlikdan kelgan mikroblarni bu yerda halok qiladi, tozalaydi. Bunday aytganda dezinfeksiya qilib beradi. Va olib chiquvchi limfa tomiri orqali endi bu tugundan chiqib ketib, yuqorida boshqa tugunlarga, boshqa yo'llarga qo'shilib, sekin-sekin yig'ilishib ko'krak limfa o'zoniga olib boradi. Hozir keyingi rasmlarda o'shalarni ko'ramiz. Hozir endi mana uni yana bir qator ko'rib oling. Bir nechta olib keluvchi kichkina limfa tomirlari limfa tugunida tozalanib, keyin u limfa suyuqlik olib chiquvchi tomir orqali chiqib ketadi. Va yo'lda yana boshqa tugunlarga kiradi. Nega desangiz, bu tugundan chetlab o'tib ketib qolgan, bu tugunda tozalanmay qolgan, bu tugunda halok bo'lmay qolgan mikroblar bo'lsa, ikkinchi qatordagi tugunlar, undan ham o'tib ketgan mikroblar uchinchi qatordagi tugunlarda oxir oqibat halok bo'lib, limfa suyuqligi top-toza bo'lib, steril bo'lib, nihoyat yana borib vena burchagida qonga qo'shilib ketadi bu suyuqlik. Hozir endi organizmni qaysi qismidan, qanday yo'llar bilan limfalar yig'ilib kelishini sizlarga ko'rsataman. Mana bu endi oyoqdan limfalarni yig'ilib kelishi. Mana limfa tomirlari kelib, oyoqda o panjalardan qo'shilib keladi-da, mana bu chav kanalini pastki qismida, mana bu yerda bir nechta limfa tugunlari bor. Bu paket deyiladi. Limfa tugunlar paketi, Pirogov paketi. Qaysidir nimani o'tayotganda sizlarga eslaringda bo'lsa aytganman. Shu chav kanalini tagida bir nechta limfa tugunlar bor. Vaqti bilan buni o'zlaring nazorat qilib turinglar deganman. Chunki bu limfa tugunlari sog'mi yo bu yerga shu mikroblar yo tushib yo limfa adenit deyiladi. Agar birorta shabadalash, yallig'lanish paydo bo'lgan bo'lsa, buni bilib olasizlar. Buni sog'liqligi, bu yerdagi limfa tugunlarining sog'liqligi 3 ta belgisi bor edi. Birinchisi, bu limfa tugunlari alohida qo'lni tagida budur bo'lib
qo'lni tagida sezilishi kerak. Terini tagida turibdi bu. Budur bo'lib bir nechta mashina budurlik qo'lingizga urinishi kerak chov kanalining tagida. Ikkinchisi, bularni teriga qo'shib turib bunday qilib bossangiz yaqbaqa jiladi. Terini tagida bemalol yaqbaqa jilishi kerak. Uchinchisi, buni yaqbaqa jildirganingizda bosganda, paypaslaganda bu yerda og'riq bo'lmasligi kerak. Agar bular bitta bo'lib qotib qolgan bo'lsa, terini tagida yaqbaqa jildirsangiz jilmasa va qo'lingiz tegsa og'rigan bo'lsa, o'zingizda bo'lsa o'zingiz, yaqinlaringizda shunaqa alomat bo'lsa, darrov buni shifokorga murojaat qilinglar deb aytganman. Endi mana oyoqlardan, chap o'ng oyoqlardan hosil bo'lgan limfa tomirlar, limfa tugullaridan o'tib turib, endi taz organlarini limfa tomirlariga qo'shiladi. Va taz organlarda har bir tomirlarni bo'ylab, organlar bo'ylab mayda limfa tugullari paydo bo'ladi. Va bu limfa tugullaridan chiquvchi, olib ketuvchi limfa tomirlari kelib, umurtqa pog'onasini yonida endi ko'krak limfa o'zonini paydo qiladi. Mana bu yerda limfa sisternasi, mana shu sisternadan endi limfa o'zoni ko'tarilib ko'krak qafasiga kirib boradi. Demak, bu yerda pastki oyoqlardan, taz va qorinlardan paydo bo'lgan limfa tomirlar va limfa tugullar va mana bu ko'krak limfa o'zonini boshlanish qismi paydo bo'ldi. Keyingi rasmimizda mana endi ichaklardan mana ko'tariluvchi ko'ndalang chambar ichak va pastlovchi sigmasimon. Bu yerda ingichka ichak olib tashlangan, mana shunaqa ingichka ichak bor. Mana o'sha ichaklardan mana limfa tomirlari kelyapti mana. Va bu limfa tomirlar har biri bu yerda uncha ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Limfa tomirlar bir necha marta limfa tugullaridan o'tadi. Bir necha marta limfa tuguni bu yerda bor, bu yerda bor, bu yerda bor va nihoyat bular orqadan darsha qilib ko'rsatib qo'yibdi. Boyaga aytgan ko'krak limfa o'zoniga borib quyiladi. Endi yana narigi rasmimizda endi boshdan paydo bo'lgan limfalar, endi boshni bu yuzak qismlaridan, terini ostidan, mushaklardan, mana yuzdan, ensa qismidan, bo'yinlardan limfa tugullari, limfa tomirlari kelib, bular endi sekin-sekin limfa tugullari orqali, hammasi ham limfa tugullari orqali o'tib kelib, mana bu yerda o'mroq osti limfa tomiriga qo'shiladi. Endi yana bitta nimasi, mana endi mana bu yerda qo'ldan kelayotgan limfa tomirlari bor. Mana bu limfa tomirlar yana o'sha panjalarda, hujayralar aro, shu yorug'liklardan hujayralar aro plastdan boshlanib kelib, bular qo'shilib katta bo'lib kelib limfa tomiriga aylanib, bu endi o'mroq osti limfa boshdan, bo'yindan tushganga qo'shilib oladida, mana bu yerdan qo'shilib olib ko'krak limfa o'zoniga yuqoridan tushib keladi. Mana bu yerda eng muhim limfa sistemasi berilgan. Mana yurak pardasidan hosil bo'lgan mayda limfa tomirlari, bular o'sha o'pkani tomiri dedik, o'pkani ildizida juda ham ko'plagan limfa tugullarini paydo qiladi. O'pkadan chiqqan tomirlar, yurakdan, qizil'o'ngach va boshqa o'sha ko'ks oralig'idagi a'zolardan paydo bo'lgan limfa tomirlari limfa tugullariga, juda ham ko'plagan limfa tugullariga keladi. Shu rentgen qilganda ham albatta mana shu limfa tugullari to'g'risida axborot beradi. Limfa tugullari kattalashgan, o'pka manondek, plevra manondek, yurak manondek, lekin limfa tugullari kattalashgan, kichiklashgan yo obezvisleniyali ohaqlashgan deb mashlarda beradi. Chunki juda ham katta ahamiyatga ega. O'pkada har xil shabadalashlar, har xil bir nimalar, jarayonlar ketsa, mana shu limfa tugullari o'sha yerda doim o'shalarga javobgar va bular o'sha yerda o'z faoliyatlarini ko'rsatadi. Va nihoyat mana bu har nimalardan limfa
tomirlari olib kelib mana bu ko'krak o'zoni bo'lib borib, ko'krak o'zoni mana yuqoriga ko'tarilib chap tarafga borib, eslaringda bo'lsa bo'yinturuq vena tushib kelar edi, mana bu yoqdan o'mroq osti venasi kelar edi. Ikkalasi qo'shilgan joyda mana shu yerda vena burchagi deb atalar edi. Mana shu ko'krak limfa o'zoni kelib mana shu vena burchagida o'z limfa suyuqligini qonga qo'shib yuboradi. Demak, organizmni tozalab, organizmdan hamma o'sha keraksiz zararli narsalarni so'rib olib chiqib, yo'lda limfa tugullarida ularni zararsizlantirib va nihoyat olib kelib bu suyuqlikni qonga qo'shib yuradi. Qonda aylanib yurib, endi buyrakka borganda siydik bo'lib chiqib ketadi, teridan ter bo'lib chiqib ketadi zaharli narsalar, oqlat bo'lib chiqib ketadi, nafas bo'lib, havo bo'lib chiqib ketib, organizm doim majburiy bo'lib tozalanib borib turadi. Endi faraz qiling, mana bu erta men boshida aytdim, limfolog bo'lib, limfoterapevt bo'laman degan nimalar ko'pincha mana shu yerdan foydalanadi. Mana shu joyga chov kanalini atrofiga maxsus tomirlarni kengaytiradigan dori bor. O'sha dorilardan asta-sekin teriga yo terini ostiga ukol qilib qo'yilsa, yuborilsa, limfa tomirlari kengayadi. Va mana shu yerga undan keyin dori yuborilsa, limfaga so'riladi u dori va to'g'ridan to'g'ri organizmga ta'sir qiladi. U jigarga kirmaydi, nojo'ya ta'sir bermaydi. U buyrakka kirmaydi, nojo'ya ta'sir bermaydi. Va eng muhimi, masalan, mana bu yerga o'sha venaga beradigan doringiz 1 gram dori beryapkan bo'lsangiz, mana shu yerga o'sha 1 gramni 100dan 1ini bersangiz ham, mana bu venaga berilgan 1 gram dorini effektini beraveradi sizga. Shuning uchun limfa terapiya bugungi kunda sekin-sekin rivojlanib kelayotgan soha. Biz venani topib olgandan keyin venadan dori berib to'xtab qolganmiz, afsuski. Endi bugungi vazifalarda mana shu limfalardan, bu yerdan, bo'yinda bor, bo'yinning yonlarida, qo'ltiq ostida, mana shunaqa limfa tugullari, limfa tomirlari, limfa kapillyarlari ko'p bo'lgan joyga dori yuborish bilan davolansa eng maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunday qilib, hurmatli talabalar, limfa sohasiga qiziqib qolsalaring, shu sohada iqtidorli talabalar safiga o'tinglar, men bilan maslahatlashinglar va limfolog bo'lib kelajakda o'z xalqingizga shifokor bo'lib duolarini olishga, sizlarga shu ishlaringda sizlarga muvaffaqiyatlar tilayman va kelgusi yana uchrashgunimizcha xayr.